Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi videomizda o'zbekistonliklarni Amerika Qo'shma Shtatiga qishloq xo'jaligi ishlari uchun yuborilishi haqida ma'lumot berib o'tamiz. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. O'zbekistonliklar AQShga qishloq xo'jaligi ishlariga yuboriladi. O'zbekiston fuqarolarini H2A dasturi doirasida AQSh qishloq xo'jaligi sohasiga jalb etish bo'yicha uzoq muddatli o'zaro manfaatli hamkorlikni yo'lga qo'yishga erishildi. Bu haqda Dunyo axborot agentligi xabar qildi. Ma'lum qilinishicha, O'zbekistonning AQShdagi elchisi Furqat Sidiqov Head Honchos LLC Recruiting kompaniyasi direktori Todd Miller bilan uchrashuv o'tkazdi. Muzokaralar davomida tomonlar uyushgan mehnat migratsiyasi sohasida, jumladan H2A mavsumiy qishloq xo'jaligi bandligi dasturi doirasidagi ikki tomonlama hamkorlikni kengaytirish masalalarini muhokama qildi. O'tgan yili AQSh hukumati qishloq xo'jaligi ishchilari uchun maxsus viza olishni soddalashtirgandi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2026-yil yanvar oyida o'tkazilgan yig'ilishda ushbu mamlakatdagi elchiga AQShdagi mavsumiy ishchilar jalb qilinadigan davlatlar ro'yxatiga O'zbekistonni kiritish bo'yicha muzokaralar o'tkazishni topshirgandi. Todd Miller O'zbekiston elchixonasining sa'y-harakatlari tufayli respublika fuqarolari ushbu dasturda ishtirok etishiga ruxsat berilgan davlatlar, ya'ni mamlakatlar ro'yxatiga kiritilganini yuqori baholadi. Uning so'zlariga ko'ra, bu qaror Amerikadagi rekruting kompaniyalari va qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqaruvchilarida katta qiziqish uyg'otib, xorijiy ishchi kuchini jalb etish sohasida amaliy hamkorlikning yangi bosqichini ochib bergan. Amerika tomoni AQShning agrar sektorida ishchi resurslar cheklangan sharoitda ishchi kuchiga bo'lgan barqaror yuqori talab saqlanib qolayotganini qayd etdi. Shu munosabat bilan xorijlik ishchilarni jalb qilish muhimligi alohida ta'kidlandi. Head Honchos LLC rahbariyati O'zbekiston fuqarolariga istiqbolli va ishonchli kadrlar manbai sifatida qiziqish bildirdi. Todd Miller shaxsiy hamkorlik tajribasiga tayanib, ularning mehnatsevarligi, intizomliligi, mas'uliyatliligi va ish jarayoniga yuqori darajada jalb etilganini alohida e'tirof etdi. Muzokaralar yakunlari bo'yicha bir qator kelishuvlarga, jumladan H2A dasturi doirasida O'zbekiston fuqarolarini AQSh qishloq xo'jaligi sohasiga jalb etish bo'yicha uzoq muddatli o'zaro manfaatli hamkorlikni yo'lga qo'yishga erishildi. Kompaniya nomzodlarni tanlash va tekshirishdan tortib, hujjatlarni rasmiylashtirish hamda ishga joylashtirishgacha bo'lgan yo'llash jarayonlarini xalqaro standartlarga muvofiq amalga oshirishga tayyorligini bildirdi. Shuningdek, O'zbekiston fuqarolari uchun ingliz tilini, mehnat qonunchiligi asoslarini, mehnat madaniyati va qishloq xo'jaligi ko'nikmalarini o'rgatishni o'z ichiga olgan qisqa muddatli kompleks tayyorlov dasturlarini joriy etish to'g'risida kelishib olindi. Head Honchos LLC 2000-yilda tashkil etilgan. Texas shtatining San Antonio shahrida joylashgan AQSh qishloq xo'jaligi va boshqa mehnat talab tarmoqlariga xorijiy ishchi kuchini jalb qilishga ixtisoslashgan yetakchi rekruting tashkilotlaridan biri hisoblanadi. Kompaniya har yili 3000 dan ortiq xorijiy fuqaroning mavsumiy ishlarga joylashishiga ko'maklashadi va mamlakat bo'ylab 400 ga yaqin fermer xo'jaligi bilan barqaror hamkorlikni qo'llab-quvvatlaydi. Mart oyida O'zbekiston fuqarolari Amerikada qishloq xo'jaligi sohasidagi umumiy ishlarga jalb qilish bo'yicha migratsiya agentligi va AQShning USA Farm Labor tashkiloti o'rtasida kelishuv imzolandi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Manba daryo.uz sayti.